aka. Shuvolaring aka. Masa to'xtasangiz bo'lar aka. Demak, shofirman. Xo'p, shofir bo'lsangiz ham-da, bular ayb ish qilgan sizda ayb yo'q-ku. Aka siz yoshingiz katta ekan aka. Yuzidan nur yog'ilib turibdi. Shu aka. Xavfsizlantiring aka. Hozir olib keldik chifolni mani uchun. Yo, xavfsizlantirdingizmi? Ha. Ha, chifolni solib qo'ying. Yangiyo'l tumanida noqonuniy ov holatini Toshkent viloyat ekologiya boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqladik. Noqonuniy ov vaqtida otilgan kattalarni sanavdan o'tkazmoqdamiz. 1, 2, 3. Dona tarotilgan. O'zini g'ilofiga solinglar. Hamma o'zinikini. Yo'q, Yangiyo'lga keldik-ku.